Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi dars mashg'ulotimiz GeoGebra dasturining ko'rinish bo'limi buyruqlari bilan ishlash haqida bo'ladi. Ko'rinish bo'limi buyruqlari bilan ishlashda bir necha xil ishlash muhitlari mavjud. Siz ko'rib turgan hozirgi ko'rinish bu algebra grafik muhiti hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, chap tomonda bu yerda algebra ko'rinishi, masalan, qandaydir bir algebroik funksiyani yig'adigan bo'lsak, darhol bu yerda grafik ko'rinishda, grafik oynada grafigi hosil bo'ladi. Agar 3D grafik ko'rinishini ham yoqsangiz, ushbu funksiyaning 3 o'lchamli fazoda ko'rinishi tasvirlanadi. Mana bunday ko'rinishda. Siz bu ko'rinishlarda o'zingizning matematik muammolaringiz yoki misol va masalalaringizdan kelib chiqib o'zingiz tanlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, mana bu muhitni tanlaydigan bo'lsangiz, ko'rinishda siz ya'ni kompyuter algebra tizimidagi oynasi ochiladi va o'sha yerdagi ko'rinishdagi misollar bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hop, keling aniq bir amaliy bir mashg'ulot sifatida bir nimani ko'raylik-da, masalani va uni ko'rinish oynasi orqali nimalardan foydalanish mumkin yoki bu oynalarda yoki buyruqlarda imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Masalan, 3D grafikda keling shartli ravishda bir masala qo'yamiz. Aytaylik, konus berilgan bo'lsin, konusning balandligi 6 bo'lsin, uning radiusi 3 bo'lsin. Bo'lishi mumkinmi? Masalani shartida yana bir silindr qo'yilyapti. Silindrda berilishi shundayki, u konusning asosiga mos kelsin, asosi silindrda, lekin balandligi konusnikidan 2 marta kichik bo'lsin. Demak, 6 bo'ladigan bo'lsa, uning balandligi nima? 3 bo'ladi. Mana shu ko'rinishga keldik. Masalaning sharti quyidagicha. Konusning silindr tashqarisidagi shaklning yoki 3 o'lchamli shaklning hajmi topilsin degan shart qo'yilyapti. Biz nima qildik? Bir darsda avval konusni yasadik, unga mos keluvchi silindrni yasadik, ya'ni asoslari mos keluvchi. Mana shu narsani, shu topshiriqni bajarishda GeoGebra dasturida ko'rib chiqamiz. Keling. Demak, ma'lumki, mana bu konus haqida gap ketyapti, ya'ni mana shu konusning hajmini topish kerak bo'ladi. Bu konusning hajmini topish uchun bizga ayrim chizmalar zarur bo'ladi. Darsda avval keling mana shu uchburchakni yasab olamiz. Bu bizning katta konusning o'q kesimi bo'lsin. Endi bizdan so'ralayotgan konusning ya'ni kichik konusning o'q kesimi bo'lsin. Xo'p, masalada qo'yilgandiki, ushbu konusning hajmi topilsin. Masalani yechimiga ko'ra, ya'ni konusning hajmini topish uchun bizga kerak bo'ladigan parametrlar bu konusning balandligi va konusning asosiy radiusi hisoblanadi. Konusning balandligi mavjud. U 3 ga teng. Lekin radius mavjud emas. Vizual tarzda ko'rinib turibdi. Bu narsani o'xshashlik orqali topish ham mumkin. Keling, biz
dastur orqali keraksiz shakllarni ko'rsatmay turishimiz ham mumkin. Mana. Ya'ni silindr va konusni berkitib qo'ydim. Endi masala yana ham aniqroq ko'rinishga ega bo'ldi. Mana bu kesma 6 ga teng, bu kesma 3 ga teng, bu kesma 3 ga teng. Hop, o'xshashlikdan foydalanish ham mumkin, uchburchakning o'rta chiziq xossasidan foydalanish ham mumkin. Mana bu konusning radiusini topishimiz mumkin bo'ladi. Biz mana shu konusni o'zini tasvirlashimiz ham mumkin. Mana shu konusni o'zini tasvirlab chizib olib turib ham topsa bo'ladi. Hop, yanada ham murakkabroq masala bo'lganda, bu yerda o'xshashlikda, ya'ni bu katta balandlikni katta radiusga bo'lganimiz, mana bu balandlikni mana bu radiusga bo'lganligimizdan kelib chiqib turib, uchburchakning o'xshashligidan foydalanib, ushbu parametrni topib aniqlashimiz mumkin bo'lardi. Hop, nimaga sizlarni e'tiborlaringni qaratmoqchiman? Mana shu aynan bugun gaplashayotgan ko'rinish bo'limida qurish protokoli degan buyruq mavjud. Qurish protokolida ushbu shaklimiz qanday tarzda qurilyapti, har bittasi izoh-mizoh berib ketilgan. Va eng qizig'i, mana 11 ta qadam bilan qilinayotgan bo'lsa, biz buni vizual tarzda qurish ketma-ketligini video tarzda ham ko'rish mumkin bo'ladi. Dastavval katta konus chiziladi. Hop. Bu yerda konuslarimizni bekitib qo'yganimiz uchun ko'rinmadi, mana boshidan ko'ramiz. Dastavval katta konus chizildi. Keyinchalik silindr chizildi. Va biz nima qildik? Katta konusning o'q kesimini yasadik. Va kichik konusning o'q kesimini yasadik. Mana shu chizmada, ya'ni qurilish protokolida qarang. Siz ushbu videoni, mana shu ketma-ketlikni video tarzida ham saqlashingiz mumkin bo'ladi. Va sizga bu interaktiv darslarda foydalanish imkoniyat beradi. Ya'ni video darsni o'zi dasturni o'zida yaratish ham mumkin. Xuddi mana shu imkoniyatda ko'rinish platformasida, ya'ni ko'rinish buyruqlarning ichida mana shunday imkoniyatlar ham mavjud. Hop, mana bu nimaga buyruqqa e'tibor beradigan bo'lsangiz, agar kiritish satri mana shu kiritish satri. Hop. Qurish protokolini bekitsak, qadamlarni ham bekitsak, kiritish Kiritish satri bizda ilgari yuqorida bo'lgan mana bu yerdagi satr pastga olib chiqib qo'yish ham mumkin. Siz o'zingiz tanlashingiz mumkin. Har bir qadamning ko'rsatilishini, soniyalarini o'zingiz belgilab ham qo'yishingiz mumkin. Masalan, har bir qilingan ishni 4 soniyada ko'rsat degan narsani buyruqni berishingiz ham mumkin. Dastur imkoniyatlari juda katta. Bunday buyruqlardan, bunday imkoniyatlardan GeoGebra dasturining ko'rinish bo'limi buyruqlarida o'z aksini topadi. Siz barcha buyruqlardan ishlatgan holatda o'zingizning darslaringizda, interaktiv darslarda, video dars tayyorlashda ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi darsimiz uchun rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.